Assalomu alaykum. Bugungi Miftahul Arabiyyadan kelgan darsimiz Al-Wahdatur Rabi'a 4-bob Al-Adat va Taqalid, ya'ni urf-odatlar haqida bo'ladi. 6 ta darslik chiqdi hozirgacha YouTube'da. Bugungisi 7-dars bo'ladi. Xo'p, lug'atlarini so'rashibdi. Lug'atlarini to'g'risi yozib olganinglar yaxshiroq bo'ladi. Bizda ko'p vaqt ketib qoladi yoki Telegramga mayli tashlab qo'yishga harakat qilamiz. Birinchi matn adat va taqalid min mujtama'i turkiy, ya'ni Turkiya jamiyatining urf-odatlari haqida bo'ladi. O'zi umuman biluvchilar xabari bor bilishadiki, kitob Turkiyada nashr qilingan. للأتراك عادات وتقاليد تميزهم عن سواهم من الشعوب. ya'ni turklarning boshqa millatlardan ajratib turadigan o'zlarining urf-odatlari bor. وتعود في غالبها إلى العهد العثماني و u urf-odatlar Usmoniylar davriga borib taqaladi. Ko'pincha. ولا تزال تمارس منذ القدم إلى يومنا هذا. va ana shu urf-odatlar bugungi kunimizgacha hali ham qilib kelinadi. في هذا المقال سنستعرض معكم بعضا من هذه العادات. va bugungi maqolada, ushbu maqolada ushbu urf-odatlarning ba'zilarini siz bilan ko'rib chiqamiz. الشاي هو المشروب الشعبي الأكثر انتشارا في تركيا. ya'ni Turkiyada choy eng ko'p ichiladigan ichimliklardan biridir. فجميع الأتراك يحتسونه va barcha turklar uni ichishadi. Mana yahtasuna fe'li kelyapti bu yerda. Bitta darslik qilgandikki, bu bo'yicha ihtasa hoplab ichmoq, shariba to'g'ri ichmoq ma'nosida ishlaydi. Nimaga yahtasuna deydi desa, choyni hoplab issiqligida ichilganligi uchun yahtasuna bilan keltirilyapti. فجميع الأتراك يحتسونه. demak barcha turklar uni ichishadi. صغارا وكبارا في كل الأوقات. ya'ni barcha vaqtlarda katta kichik hamma ichadi. وهو لا يقل أهمية عن الماء. va uni turklar uchun suvdan ahamiyati past emas, oz emas. أما عن طريقة تحضيره فتختلف عن طريقة تحضيره في الثقافات الأخرى. endi uni o'sha choyni tayyorlash yo'li boshqa madaniyatlarga qaraganda farq qiladi. إذ يتم استخدام إبريقين. ya'ni uni tayyorlashlik, ishlatishlikka ikkita choynak kerak bo'ladi. أحدهما كبير bittasi katta. يوضع فيه الماء ليغليه. qaynashi uchun unga suv qo'yiladi kattasiga. وفوقه يوضع إبريق صغير يحتوي على القليل من الماء المغلي. mana shu yerda mana choy ekan, rahmat. Choyda asirab bo'ling. Qarang. Demak, bitta choynakka suv qo'yildi. Bitta qaynashi uchun yuqoriga esa kichikroq choynak qo'yiladi. Unga qaynagan suvdan ozgina qo'shiladi. مع عدة ملائق من أوراق الشاي. va unga bir necha choy barglaridan solinadi, ya'ni bir necha qoshiq demoqchi. التي تترك لتختمر على نار هادئ. va so'ngra ikkitasini bitta qilib suv choy dam yeyishligi uchun past olovga qo'yiladi. ثم يقدم للضيف ساخنا. so'ngra mehmonlarga issiq holatda taqdim etiladi. Turk choylarini ko'pchilik yaxshi bilsa kerak. Mana kitob o'zida ham turadiki, pastida katta choynak suv bo'ladi deyapti qaynagan, ustida esa choy bo'ladi. Bundan qo'shib tabga ko'ra beriladi. وبعد أن ينتهي الضيف من شرب الشاي يعيد المضيف ملء الكوب مباشرة. va mehmon choyni ichib bo'lgandan keyin mezbon stakanni, ya'ni finjonni darhol to'ldiradi. Duna ayyatluba minhu zalik. ya'ni mehmon uni talab qilish shart emas demoqchi. Orqasidan to'ldiradi. وفي حال اكتفاء الضيف وعدم رغبته في شرب المزيد. va mehmon ichishdan to'ygandan keyin va boshqa ichishni xohlamagan paytda alayhi unga shart bo'ladi. أيترك الملأقة الصغيرة التي تقدم بجوار كأس الشاي فوق الكوب. choy bilan birga taqdim etilgan qoshiqni finjon ustiga qo'yib qo'yadi. Ya'ni shu choyni bo'ldi ichmayman degan ma'noni bildiradi. ليعرف
المضيف أن الضيف لم يعد يريد المزيد من الشاي. Ya'ni bu belgi bilan mehmon boshqa choy ichishni xohlamayotganligini bildiradi deyapti. تأتي القهوة في درجة الثانية بعد الشاي عند الأتراك. Endi turklarda qahva choydan keyin turadi. وغالبا ما تقدم للضيوف دون سكر. Va ko'pincha mehmonlarga shakarsiz taqdim etiladi. Arablarda ham, turklarda ham sada deyiladi buni. Sada qahva, sada choy. Bu degani shakarsiz ma'nosini bildiradi. İdafeten ila ka'sin ma'in bi janibi finjanil qahva. Va endi ana shu shakarsiz qahvani o'ziga, yoniga bitta stakanda suv beriladi. فإذا كان الضيف جائعا مد يده إلى كأس الماء أولا ليشربه. Endi bu yerda farosat ishiga o'tdiki, agar mehmon och bo'ladigan bo'lsa, birinchi suvni icharkan ekan, mezbonni bildirishlik uchun. فيفهم المضيف أن الضيف جائع. Va bundan mezbon mehmonni qorni och ekanligini bilib olar ekan. فيسرع إلى تقديم الطعام له دون إحراجه. Va uni bezovta qilmasdan, hijolatga qo'ymasdan ovqatni taqdim qilishni tezlatar ekan. Amma idza lam yakun ja'ian fayashrabu al-qahwa mubasharan. Endi agar u qorni och emas bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri qahvani o'zini ichar ekan. ومن العادات المرتبطة بالقهوة أيضا عادة تقديمها مالحة للعريس. Yana endi bu turklarning o'ziga bo'lgan urf-odatlardan bittasi deyaptiki, qahvaga doir urf-odatlardan bittasi bu kuyovga tuzli qahvani taqdim etilish. فعند قدوم أهل الشاب لطلب يد الفتاة. Ya'ni kuyov tomon qiz tomonga qizni qo'lini so'rab kelgan paytida bo'ladi bu narsa. Taqumul fatatu bi tahdiri al-qahwati 'adiyatan li jami'i ad-duyuf. Barcha mehmonlarga kelin to'g'ri qahva damlaydi. Amma qahvatul aris fatakunu malihatan. Kuyovniki esa tuzli bo'ladi. Iz yuda'u fi finjanihi al-milhu badalan min as-sukkar. Ya'ni unga shakar o'rniga tuz solinadi. Va zalika li-ikhtibarihi. Va bu narsa kuyovni sinash uchun bo'ladi. فإذا شرب الشاب الفنجان كاملا دون أن يبدي انزعاجه. Endi agar yosh yigit bechora finjonni to'liq ichsa, bezovtaligini bildirmasa, فهذا يدل على أنه يحب الفتاة ويرغب في الزواج منها. Bu narsa qizni sevishligini va unga uylanishga xohishi balandligini bildiradi. Bunga men o'zim ozgina qo'shimcha qilib qo'yay. Ya'ni hayotda achchig'ini ko'tara olaydimi degan sinov uchun beriladi. Va fi hali abda al-aris inzi'ajan min al-qahwa va lam yukmil shurbaha fadhalika ya'ni fashalahu fil ikhtibar. Endi agar abda degani ko'rsatmoq, namoyon qilmoqda. Kuyov qahvani ichishlikda bezovtalikni ko'rsatib qo'ysa yoki uning oxiriga ichmasa, u imtihondan, sinovdan yiqilganligini bildiradi. Va qad yakunu zalika sababan min asbabi rafdil fatati lahu va imtina'iha aniz zawaj minhu. Va gohida ushbu narsa, ya'ni qahvani oxirigacha ichmaslik ham qizni to'ydan bosh tortishligiga va yigitga rad javobini berishligiga ham sabab bo'lar ekan. Qahvani sevmasa-chi, allergiyasi bo'lsa-chi? Endi o'shanda icharkanda endi. Icharman. Bundoq qilib bismillah deb deb ichish kerak ekanda. Qildimi? Demak to'y yo'q degan. Mabodo Turkiyadan o'ylansam icharkanman-da. Ha. وهناك عادة مرتبطة بالنظافة والآداب العامة وبعض المعتقدات عند الأتراك. Va yana u yerda endi tozalikka va ommaviy odobga turklarda e'tiqod qilinadigan ba'zi urf-odatlar haqida keladi. فمن المهبب عند دخول الأتراك المنزل أن يقوم الضيف أو صاحب المنزل بخلع حذائه قبل دخوله المنزل. Endi yaxshi ko'rilgan ishlardan biri nima desa, turklar uylarga kirish paytlarida o'z oyoq kiyimlarini yechishliklari kerak bo'ladi. Mana inda duhulil atrokil manzila ay yaquma ad-doyfu aw sahibul manzil. Ya'ni mehmon bo'lsa ham, uy egasi bo'lsa ham oyoq kiyimini uyga kirishdan oldin yechadi. Liyartadiya naw'an min an-ni'al al-manziliyya an-nazifa. Nima uchun desa, haqiqiy toza uy shippagini kiyib olishlik uchun ko'chaga o'z oyoq kiyimlarini yechib kirib, buni almashtirib olishadi deyishyapti.
وفي عهد العثماني endi Usmoniylar davrida esa كانت تودع على الأبواب المنازل مطرقتان. Mana endi qarang. Mitroqotun o'zi bolg'a degan. Qayerdan chiqadi bunaqangi so'zda desa, sarfi biladiganlar yaxshi bilishadiki, toroqa degan taqillatmoq degani. Mitroqo degan odatda bolg'acha bilan taqillatilgani uchun bolg'acha. Endi mitroqoni ikkinchi ma'nosi borki, bizda eshik taqillatishligi uchun bunday dumaloqchalarni qo'yib qo'yilardi. Ba'zi joylarga ot taqasini qo'yib qo'yishadi, ko'z tegmasin deb o'yladi yoki ot taqasi qattiqroq urish uchun ham deb qo'yilgan. Endi aytayaptiki, Usmoniylar davrida eshik oldiga ikkita shunaqangi taqillatadigan qo'yilgan. Hozir endi qo'ng'iroqcha qo'yilyapti-ku. Wahida sag'ira, bittasi kichkina, al-ukhra kabira. Nargilisi katta. Ya'ni ikkitasi ikki xil ovoz bergan. Fa'indama yutraqul babu bis-saghira. Agar kichkinasi bilan taqillatilsa, yufhamu anna allazi yatruqul baba imra'a. Ya'ni shu kichkinasi taqillatilsa shu narsa tushunilganki, taqillatayotgan kishi ayol kishi bo'lgan. Fakanat tadhhabu sayyidatul bab litaftaha al-bab. Va eshikni ochish uchun uy bekasi borgan. Va indama yutraqu bil kabira, agar kattasi taqillatilsa, yufhamu anna alal bab rajul. Va bu orqali eshikni taqillayotgan kishi erkak kishiligi bilingan. Fayadhhabu rajulul bayt liyaftaha al-bab liistiqbali dayfihi. Endi kattasi taqillatilgandan keyin uyni erkagi chiqib, mehmonni kutib olishligi uchun eshikni ochgan. Bu bizda ham juda ko'p tarqalgan bunday urf-odatlar. Va amma anil aadati allati ya'taqidu biha al-atrak fahiya aadatu sakbi al-ma'i wa rash al-milhi khalf al-musafir. Endi yana turklar e'tiqod qiladigan urf-odatlardan bittasi musofirning orqasidan tuz sepish va suv sochish odati. إذ يقوم أهل المسافر برش الملح وسكب المياه خلفه بعد رحيله. Ya'ni uy egalari, farzandlari yoki kimdir uzoqroq safarga ketadigan bo'lsa, uni ketishi bilanoq orqasidan suv sepib, tuz sochar ekan. Litakuna rihlatuhu sahla va muvaffaqan kalma'i. Uning yo'li suv kabi muvaffaq va oson bo'lishligi uchun. Li'tiqadihim an zalika yajlibul hazzal jayyida. Va yana bu urf-odatlari ularni nima deydi, bizdagi yaxshi taqdirni keltirishligi uchun, baxtli ish bo'lishligi uchun qilishadi. Bu endi bizdagi ba'zi urf-odat udumlarga o'xshab ketadi.